Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz foydalanuvchilari. Onlayn huquq kanali o'zining yana qiziqarli video darslarini berishda davom etadi. 10-dars barchamizga mashhur bo'lgan aforizmlardan biri bilan boshlanmoqda. Ya'ni ushbu aforizm Jaloliddin Rumiyga tegishli. Uni albatta o'qib yodlab olsangiz foydadan xoli bo'lmaydi bu ham. Huquq so'zini, huquq nima ekanligini yuqoridagi mavzularda ancha tushunib olgan bo'lsangiz kerak. Huquq bu davlat tomonidan o'rnatiladi, barcha uchun majburiy bo'ladi, hamma bo'ysunishi shart va sanksiyalangan hisoblanadi. Ya'ni sanksiyalangan, unga bo'ysunmasangiz qandaydir chora qo'llaniladi sizga. Huquq dastlab axloqiy qarashlar, qadriyatlar negizida paydo bo'lgan. Keyinchalik esa davlat tomonidan o'rnatilib, ma'qullangan va uning kuchi bilan himoya qilinadigan barcha uchun majburiy xulq-atvor qoidalarining tizimiga aylangan. Axloq normalari esa butun jamiyat tomonidan yaratiladi. Demak, huquqqa davlat tomonidan o'rnatilishi bo'lsa, asosiy belgilaridan biri, axloq normalarida esa axloq normalari butun jamiyat tomonidan yaratiladi. Axloq normalari. Bu normalar doimiy ravishda kishilar amaliy faoliyati, ularning o'zaro aloqalari jarayonida yuzaga keladi va rivojlanib, takomillashib boradi. Mana shu yerda huquq va axloq normalariga oid bo'lgan bir qancha belgilar mavjud. Mana shularga ham e'tibor berib o'tasiz. Buni yaxshilab yodlab olishingiz zarur bo'ladi. Bilib bo'lmaydi, chunki imtihonda huquq va axloq normalariga oid bo'lgan belgilarni toping deb sizga uni belgilarni chalkashtirib aralashtirib berishadi. Uning ichidan huquq va axloq normalariga oid bo'lganini izlab topib to'g'ri javobni belgilashingiz zarur bo'ladi. Mana shunaqa paytda esa hozirgi o'rganayotgan ma'lumotlar sizga juda zarur bo'ladi. Huquq va axloq normalariga oid bo'lgan ma'lumotlarni yanada kengaytirib berishga harakat qilaman. Huquq davlat tomonidan ta'minlanadi, muhofaza etiladi va himoya qilinadi. Huquq normalarining mazmuni umummajburiy mohiyatga ega bo'ladi. Shuni yaxshilab yodda saqlang. Axloq esa axloq bu jamoatchilik fikri va kuchiga tayanadi. Demak, diqqat qiling, yana takrorlayapman. Axloq jamoatchilik fikri va kuchiga tayanadi. Axloq qoidalariga amal qilmagan shaxslarga nisbatan qanday jazo qo'llanilishini jamiyatning o'zi hal qiladi. Huquq esa davlatning maxsus yuridik hujjatlarida mustahkamlanadi. Bu yuridik hujjatlar masalan qonunlar bo'lishi mumkin, farmonlar yoki qarorlar bo'lishi mumkin. Axloq normalari esa bunday aniq ifodaga ega bo'lmaydi. Axloq qoidalari jamiyat turli qatlamlari va guruhlarida muayyan ijtimoiy shart-sharoitlar ta'sirida vujudga keladi. Huquq atamasi ikki ma'noda qo'llaniladi. Bular obyektiv huquq va subyektiv huquq. Obyektiv huquq bu huquq normalarining yig'indisi bo'lsa, subyektiv huquq esa ma'lum bir shaxs yoki guruhga tegishli bo'lgan huquq hisoblanadi. Subyektiv huquq obyektiv huquqsiz mavjud bo'la olmaydi. Shuni yodda saqlashingiz zarur bo'ladi. Va huquqni quyidagi vazifalari bor. Bular tartibga solish, qo'riqlash va tarbiyalash. Ushbu mavzumizda yana tarixga oid bo'lgan bir qancha boshqa qo'shimcha ma'lumotlar ham bor. Ularni o'zingiz yaxshilab o'qib, o'rganib olishingiz zarur bo'ladi. Hozircha ushbu mavzumuzni sizlar bilan yakunlaymiz. Navbatdagi darsimiz 11 va 12 darslar. Mavzu nomi huquq manbalari. Huquq manbalari deganda dastlab manba so'zini o'ziga to'xtalib o'tishimiz zarur bo'ladi. Manba so'zi arab tilidan olingan bo'lib, boshlanish, ibtido degan ma'nolarni bildiradi. Huquq manbasi muayyan rasmiy bir shaklga ega bo'lish uchun bunday manba vakolatli davlat organlari tomonidan e'tirof etilishi zarur bo'ladi. Huquq manbasi bu huquqning ifoda etilish shaklidir. Demak, sizga savol tushishi mumkin testda.
huquqning ifoda etilish shakli deb turib 3 ta nuqta qo'yiladi. Sizga variantlar beriladi. O'shalarning ichidan to'g'ri javob topishingiz zarur bo'ladi. Huquqning quyidagi manbalari mavjud. Bular huquqiy odat, yuridik pretsedent, normativ huquqiy hujjat, xalqaro shartnoma. Shu yerda bitta narsaga e'tibor berishingiz zarur bo'ladi. Odat va huquqiy odat kabi tushunchalar bir qaraganda xuddi bitta narsaga o'xshash yoki bitta narsadek tuyuladi sizga. Lekin bularni farqlab olishingiz zarur bo'ladi. Kundalik turmushdagi, ya'ni odatiy hayotimizdagi barcha hamma qoidalar ham huquqiy odat sifatida shakllanavermaydi. Huquqiy odat bu uzoq davr mobaynida amalda bo'lishi natijasida shakllangan va davlat tomonidan umummajburiy qoida sifatida tan olingan xulq-atvor qoidasidir. Demak, bu huquqiy odatga oid bo'lgan ma'lumotlar hisoblanadi. Keyingi huquq manbasi bu yuridik pretsedent. Yuridik pretsedent bu sudning umummajburiy ahamiyatga ega bo'lgan aniq bir ish bo'yicha qarori hisoblanadi. Yuridik pretsedentni o'ziga xos jihati shuki, u qabul qilingach, o'sha masala bo'yicha umummajburiy qoidaga aylanadi. Lekin yuridik pretsedent O'zbekiston Respublikasining huquq tizimida qo'llanilmaydi. Pretsedent so'ziga e'tibor bering, bu prezident so'zi emas, bu pretsedent. Xuddi ikkitasi bir-biriga o'xshaydi, chalkashtirib yubormang. Pretsedent so'zi bu lotin tilidan olingan bo'lib, avvalgisi, oldingisi degan ma'nolarni bildiradi. Prezident so'zining lug'aviy ma'nosi esa oldinda o'tiruvchi degan ma'noni bildirardi. Agar esingizda bo'lsa, bu ham sizga qo'shimcha ma'lumot. Yuridik pretsedent bu sud yoki ma'muriy organning qarori hisoblanadi. Va bu qaror kelajakda barcha shunga o'xshash ishlarni ko'rib chiqish va hal qilish uchun asos bo'ladigan namuna qoida hisoblanadi. Keyingi huquq manbalaridan biri bu normativ huquqiy hujjatlar. Ular qonunchilik hujjatlar bo'lib, O'zbekiston Respublikasining qonunchiligini tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari qonun hujjatlari hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirliklar, qo'mitalar va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari bo'lsa, qonunosti hujjatlari hisoblanadi. Normativ huquqiy hujjatni o'rganayotganingizda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan muhim jihatlardan biri bor. Ya'niki normativ huquqiy hujjatlar vakolatli davlat organlari tomonidan qabul qilinib, bekor qilinadi. Yana bir muhim jihati shuki, normativ huquqiy hujjatlar huquqiy qoidaning mazmunini, huquqiy munosabat ishtirokchilarining huquq va burchlarini aniq belgilaydi va normativ huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan qoidalar bajarilmagan yoki buzilgan taqdirda davlatning majburlov kuchi bilan tartibga solinadi. Va nihoyat navbatdagi huquq manbasi bu xalqaro shartnoma. Xalqaro shartnoma bu ikki yoki undan ortiq davlatlar o'rtasida tuziladigan, ularning huquq va majburiyatlarini o'rnatadigan, o'zgartiradigan yoki bekor qiladigan bitim hisoblanadi. Shuningdek, shartnomalar ma'lum bir normani o'rnatish yoki ta'sis qilish xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Xalqaro shartnomalar ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama bo'lishi ham mumkin. Ya'ni xalqaro shartnomalarning quyidagi turlari bor desak ham bo'ladi. Ya'ni ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar. Bugun siz bilan ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan mavzular qisqacha asosan shulardan iborat edi. Qo'ldan kelgancha sizlarga qisqa va batafsil mavzularni tushuntirib, ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildik. Kelasi safargi video darsimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.
Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va like tugmasini ham bosib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin.